bitta kofechani ichib olib, sizlarga dars o'tishni boshlayman. Bilishinglar kerak bo'lgan birinchi narsa qoshda 5 ta tochka bo'lishi. Ya'ni birinchi tochka, ikkinchi tochka, mana bu yerda qayrilib ko'rasizlarmi qoshim? Uchinchi tochka, to'rtinchi tochka va oxiri 5-tochka. Bu tochka hammada har xil bo'ladi. Ya'ni qayrilayotganlarda bir xilda bu yoqda, bir xilda bu yoqda bo'ladi. Ko'pchilikning xatosi qoshni mana bunaqa qilib, eng boshidan boshlab turib bo'yashni boshlaydi. Mana mashitdan boshlab turib, keyin bu yerdan olib ketadi. Mana shunaqa qilib bo'yaydi. Ko'pchilikning xatosi mana. Endi qanaqa to'g'ri bo'yash kerakligini ko'rsataman. Birinchi bo'lib tarab, qoshim, bu tochkalarga ahamiyat beringlar. Endi bo'yasanglar ham 3-chi, 4-chi va 5-chi tochkadan boshlab turib bo'yashimiz kerak bo'ladi. Mana. Hozir menga ozgina noqulay bo'lyapti. Uchinchi, 4-chi, 5-chi tochkalarni bo'yayotganda bemalol ichi bilan olgan mahsulotlarni botirib, to'q qilib bo'yayverasizlar. Qo'rqmasdan mana. Ko'rasizlarmi? Uchini chiqarib oldim. Xuddi rastushovka svejiy qilinganda zo'r effekt bo'ladi-ku, xuddi shunaqadek turibdi. Qolib ketgan, kistichkada qolib ketgan ostatkasi bilan mana oldiga olib kelamiz. Mana. Liniya qilamiz. Tepasiga ham o'sha liniyani tushiramiz. Ikkita tiziq bo'lib qoldi. Mana bu ikkita tizig'i mana bunaqa shotka bilan tepaga tarab olamiz. Mana tochka qilib ko'rsatganlarimni o'chirdim. Sirazi qosh kelib chiqdi. Ko'rasizlarmi, qanaqangi chiroyli rastushovkaga o'xshab qoladi qosh. Hozir meni yuzimda makiyaj yo'q, ataylab qilmagandim. Endi bu qoshni oformleniya qilib olaman. Hozir men qovog'imni biratali tengi tayyorlab oldim. Uni ustiga qoshimni ham yanada ajratib oldim. Bu ishni men konsillerda qildim. Hozir men yana общий makiyaj qilib olaman, davomini ko'rsataman. Tak, meni makiyajim tayyor bo'ldi, lekin hozir videoda ozgina to'qroq ko'rinyapti. Projektor hisobiga no'risa chiroyli makiyaj chiqdi. Hayotda sizlarga yoqdimi? Xo'p, endi sizlarga aytsam, men ishlatgan narsalarimni ko'rsatmadim. Chunki ba'zi paytlarda faqat fiksator bilan ishlayman, ba'zi paytlarda geliviy bilan ishlayman, lekin har doim rastushovka effektini olish uchun boshqacha narsa bilan ishlayman. Bu narsani har bitta makiyajga moslab turib, men onlayn kursimda o'rgatganman. Buni men ko'rsataman desam, sizlarga 1 soatdan oshiq vaqt va o'chirib boshqa narsalarda ko'rsatishimga to'g'ri kelib qoladi. Masalan, chechenskiy strelkada biz faqatgina fiksator и teng bilan ishlaymiz. Har kunligi pomadka ishlatamiz. Shu sababdan alohida qilib sizlarni boshinglarni aylantirgim kelmadi. Faqatgina uyingizda bor narsa bilan, ya'ni teng bilan, nima bo'lsa, qalaminglar bormi, shu texnika bo'yicha surib ko'ringlar, ancha o'zgaradi. Qaysi paytda qanaqa narsa ishlatish kerakligini meni onlayn kursimda o'qib o'rgansanglar bo'ladi. Endi yana har doimgidek kommentariyada yozinglar. Keyingi darslik nima haqida bo'lsin?